Assalomu alaykum aziz do'stlarim. Sizlar bilan birgalikda turk tilini o'yin o'ynab o'rganishda davom etamiz. Demak, o'tgan safargi o'yinimizda sizdan so'ralgan edi, bu yerda kim yalan söylüyor? Ya'ni kim yolg'on gapiryapti? A variantdagi odam 13 yoshindasan, araq qo'llanamazsan, deyapti qizga qarab. Ya'ni 13 yoshdasan, mashina hayda olmaysan deyapti. Qiz esa, B variantdagi qiz esa 30 yoshindayim deyapti. Demak, qaysi biri yolg'on gapiryapti? Buni topishimiz kerakda albatta. A albatta yolg'on gapiryapti, chunki qiz 13 yoshda emasligi shundoq ko'rinib turibdi, ham qo'lida uzigi bor. Demak, ani tanlasak, isbotladida uzigiga qarasak, bu qiz litseyni 2008-yil bitirgan ekan. Litsey mezunlari degani, litsey bitiruvchilari degani. Demak, A variantdagi odam yolg'on gapirgan ekan. Demak, keyingi savolimizda hangisi babasi, ya'ni qaysi biri qizning dadasi deya so'ralyapti. Bu yerda qayerdan bilsak bo'ladi? Demak, qaysi biri qizning dadasi ekanligini. Qizning soati bor ekan, smart soati. Annemi ara, bobomni ara. Oyimga telefon qil, dadamga telefon qil degan ekan. Demak, bobomni arani bosamiz. Qaysi biri telefonni ko'tarsa, ana shu odam qizning dadasi bo'ladi. A variantdagi odam telefonini qo'liga oldi. Demak, A variantdagi, ya'ni isbotla deyapti. Ayolni sochini ko'rsatdik. Demak, to'g'ri javob berdik. Demak, keyingi savolda so'ralyapti, zamon yo'lchisi hangisi? Ya'ni zamonaviy yo'lovchi qaysi biri? Albatta, hozir savatda narsa tashiydigan odam qolmagan. Hamma paketlarga o'tib ketdi. Demak, mana bu paket ko'targan odam zamonaviy yo'lchi hisoblanadi, yo'lovchi hisoblanadi. Demak, mana shu odamni tanlaymiz. Isbotini ko'rsatyapti, yana isbotini ko'rsatdik. Demak, keyingi savolimizda o'rimchak odam hangisi? O'rimchak odam, o'rgamchak odam qaysi biri deb so'ralyapti. A variantini tanlasak, qanotini ko'rsatgan, isbotini ko'rsatyapti. O'rgamchakni olib kelib, chaqtirib ko'ramiz. Qaysi biri aylanar ekan o'rgamchak odamga? Demak, B. Yana maslahat olamiz. İpucu maslahat. Ayakkabının uyup-uyumadığını kontrol edin. Ancak önce ayaklarını açıp bir bakın. Demak, oyoq kiyimini to'g'ri kelish-kelmasligini kontrol qiling, ya'ni tekshirib ko'ring. Faqat deydi, avval deydi, oyoqlarini ochib, qarab ko'ring deyapti. Demak, qo'ylilarni ko'tarsa oyog'i chiqar ekan bularni. Birinchisiga to'g'ri kelmadi. Ikkinchisiga, o'zi ikkinchisiga to'g'ri keldi. Demak, ikkinchi qiz zo'lishga ekan. Demak, keyingi savolda ko'rib chiqamiz, kim xasta? Kim bemor deb so'rayapti. Demak, maskalariga qarab chiqamiz. A odam toza, B odam ham toza. S odam maskasida virus bor ekan. Demak, S odam kasal, bemor ya'ni. Keyingi savol, anne olan hangisi? Onasi qaysi biri deb so'rayapti. Ya'ni mana bu tuxumni onasi qaysi biri deb so'ralyapti. Tuxumni chaqib yorib ko'ramiz. Ichidan nima chiqar ekan? Ilon chiqdi, demak, ilon ekan. S variant. Keyingi savolda kim yalan söylüyor? Kim yolg'on gapiryapti? A variantdagi odam yalan söyleme, sen bir çocuksun. Yolg'on gapirma, sen bir bolasan deyapti. B variantdagi esa hayır, ben 32 yoshida bir yetishkinim deyapti. Ya'ni yo'q, men 32 yoshli katta qizman deyapti. Oilaviy rasmga qarab ko'ramiz. Oilaviy rasm 1990-yil olingan ekan. Demak, qiz to'g'ri gapiryapti. A variantdagi odam esa xato gapiryapti.
Do'stlar, videomizga shu yerda yakun yasaymiz. O'yin tarzidagi olingan videolar sizga foydali bo'layaptimi, yo'qmi? Mana shuni kommentariyada yozib qoldiring. Demak, agar video yoqqan bo'lsa